أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين. Allahümme rızıkna'l ihlasa vel amel ya rabbel alemin. Bugün kelgen dersimiz bolsa Nizamuddin Ebu Ali Şaşi rahimahullah yazgan 50 namlık ve Usul-u Şaşi isim bilen meşhur bolgan bu usul fıkh haqida yazılgan bu kıskaça kitapçanın Vucuhul Beyan, yani faslun fi el mutakabilat. Mutakabilat diyen bölümüge keldik. Endi biz dersga kirishdan burun bir az muqaddima so'zlash to'g'ri keladi. Endi shu İmam Shashiniki qoidasi va Sadru Shari'ani tutgan yo'li qoidasi bo'yicha mabahisul alfazni dastlabki birinchi qilib birincisi vucuhu el-vada', ikincisi vucuhu el-isti'mal, vucuhul isti'mal, üçüncüsü vucuhu el-beyan, vucuhul beyan, dördüncüsü vucuhul istidlal. Hem de Fakhrul İslam el-Bezdavi rahimahullah tutkan yol ve onun dinkinki İmam-ı Nesefi tutkan Menarul Envar. Bu kitapların kaidesi boyunca bular vucuhul istimalını vucuhul bayandan keyin keltirdi. Lazım vucuhul bayanını vucuhul istimaldan burun keltirdi. İkinci baskıçta. İkinci baskıçta keltirdi. Endi biz İmam Şaşi bilen Sadru Şeria rahimehullah'ın tukayılı şu kaide bu, yani vucuhul bayanını üçüncü merhalede, üçüncü baskıçta keltirdi. Endi demek çoğunu söz dastlabda kuyuludu ma'nilarga. İmam Sadru Şeria ve İmam Şaşi demek çoğunu. Ma'nilar qo'yilib bo'lgandan keyin ya o'sha qo'yilgan asliki ma'ni ishlatiladi, ya keyingi ma'ni ishlatiladi, ya bu uchuq ishlatiladi, ya yepiq ishlatiladi. Tabi bular üçüncü bosqichda bu so'zlarning bayon qilinishi hamda so'zlar qanday bayon qiladi, so'zlar ma'nilarni qanday bayon qiladi, so'zlar ma'nilarni qanday bayon qiladi desa, ya qattiq uchuq bayon qiladi. Bu uçukluk derecesi okşumaydı. Dereceler gibi bulundu. Ya zahir, nas, mufassar, muhkemler. Lakin mehfi, yapık şekilde bayan kılındı. Bu yapıklıkın kimi, nemesi dereceler okşumaydı. Dereceler okşumaydı. Yani hafi, muşkil, mucmel, müteşabihdir. Bu ne dereceler bu bulundu. Demek çoğunu Sadru Şeria bilen İmam Şaşi demek çoğunu salih bilen kinayanınki huddi. Bu salih kinaya emas. Lakin huddi şununki derecelerindek huddi. Mesela Çin bayan kılınış, sözünün aşkar bayan kılınışı ve mahfi bayan kılınışı degen derecelerge ayırgandek. Onunkin Fakhrul İslam Bezdavi'nin tukaylıcı dese ya sözler kuyulap bo'lgandan keyin ishitiladi. Endi bu ishitilgandan keyin bu ya bu bayan, yani oshkora ishlatiladi, ya maxfiy ishlatiladi. Bu keyin bo'lishi kerak deb qaraganimda vijati nazar. Bu hammasi taqsimot, yani qaysi bo'lsa bo'ladi. Ilgari kelikning ko'p nimasi yo'q, masalasi yo'q. Endi demak shu biz 20 qismniki avval birinchisini o'qib bo'lgandik, xos am müşterek muavvel yoki cemi münekker deb. İkincisi bu bir etibar vada bilan bo'lgan. Birinchi taqsim etibar vada bilan bo'lgan. İkincisi bir etibar istemal bilan bo'lgan. Shu labzlarniki shu ma'nilarga ishlatilishi. Bu
haqiqat majaz sarih kinoya bo'ldi. Buni qo'ldak alhamdulillah. Endi uchinchisi bo'lsa vujuhul bayan. Bu vujuhul bayanni usul ulamolari uchinchi taqsim endi bu. Buni aqsamga bo'lgan. Bir qancha qismlarga. Buni cho'ng jihatdan ikki qismga bo'lgan. Buni aqsamu vadihud dalala ikkinchi qismi ikkinchi cho'ng qism aqsamu xafiyud dalala deb ikkiga bo'lgan. Aqsamu vadihud dalala qism bo'linadi. Bu zahir nas mufassar muhkam. Aqsam xafiyud dalala tutga bo'linadi. Bu xafi, mushkil, mujmal, mutashabih deb tutga bo'linadi. Endi bunda bilib kelgan kimki nima ulamalar, kimki xalaf ulamalar. Endi bu İmam Şaşi bunu mutakabilat deb atadi. Bu vujuhul bayan ne? Nima deb atadi? Aqsam, vahdiyud dilala, xafiyud dilala deganni mutaqabilat deb atadi. Mutaqabilat degan degan gap. Mutaqabilat deganning lug'at ma'nosi asli bu taqabul. Taqabul degan gap, ya'ni tavajuh. Yüzleşiş degan gap. Endi hozir biz taqabullab o'tirdik mana. Udul o'tirish degan gap. Ro. Yüzme yüz oturuş, yüzleşiş, udumuda oturuş degan gap. Endi bu ilmul mantiqda taqabul deb bir cho'ng bir bilim bor. Taqabulat deydigan. Bu nima degan gap desa, ya'ni bir ma'noning, bir lafzining bir makonda birdan lafzi bor. Endi yoki bir lafziniki bir makonda bir zamanda bir jihatdan cem bo'lishuniki cem bo'lishi cheklanadigan so'zlar. Bizda bir lafz emas, ikki lafz deylar, ikki so'z bor. Bu ikki so'z bir zamanda bir makonda bir jihatdan ikki cem bo'lmaydi. Ya av bo'ladi, ya ma bo'ladi. Ammo shular to'rt qism bo'ladi ilmiy mantiqda. Bunun birisinde mesela ikki so'zlab bitayli. Ad-diddan la yajtami'an qad yartafi'an. An-naqidan la yajtami'an va la yartafi'an. Masalan, ad-diddan deb bilasiz. Ad-diddan degan o'zaro zid bo'lgan ikki narsa bir makonda, bir zamanda, bir jihatdan jammi bo'lmaydi va ba'zida ikkinchi ko'tarib ketish mumkin. Masalan, oq qora. Oq bilan qora ikkisi did. Oqning qarshi nima? Qora. Endi bir makonda, bir zamanda, bir jihatdan bir narsa, ya'ni bir narsa. Demakki men bema'ni bir lafz deganim bir narsa masalan maqutda deylar. Bu kitob bir chaqda, bir zamanda, bir makonda mana bu bir mahalda bir jihatdan oq va qora bo'lmaydi. Oq va qora bo'lmaydi. Ya nima bo'ladi? Oq bo'ladi, ya qora bo'ladi. Lekin qad yartafi'an. Balkim ba'zida ikkinchi ko'tarib ketish mumkin. Masalan, mavshaq hozir oqma emas, qorma emas. Oqma emas, qorma emas buni. Ba'zi ikkinchi ko'tarib ketish mumkin. Endi naqidan degan nima desa, naqid degan bu muqarma qarshi narsa. Lekin bu mavduddan bilan farqi nima deganda an-naqidan la yajtami'an va la yartafi'an. Masalan, kecha kunduz o'xshash. Al-layl kal-layl va nahar. Ya'ni kecha degan so'z bir zamanda, bir makonda kecha kunduz degan so'z jam kelmaydi. Kecha kunduz degan so'z bir zamanda, bir makonda jam kelmaydi. Ya kecha bo'ladi, ya kunduz bo'ladi. Endi ikkinchi tang ko'tarib ketmaydi. Kechimi yo'q, kunduzim yo'q, yo'q. Ya kecha bo'ladi, ya kunduz bo'ladi. Mana naqidan. Kecha kunduz naqidan misoli, oq qora nima misoli. Endi yeni ikkisi bor, uni inshaalloh ilmiy mantiq so'zlaymiz. Endi demak mutaqabilat deganni demak mana usul Shashi, İmam Shashi xuddi bu yerda shu ilmiy mantiqni atalg'isini atagandek qalam mutaqabilat deb qo'ydi. Lug'atga ma'nosi oldimi %100 o'tirish dedikmi? Ya'ni bu yerda jam kelmaydigan bir so'z bor.
Bir söz yani buludu, zahir buludu. Yani bir zamanda, bir makanda, bir yerde, bir zamanda, bir çağda, bir cihetten söz ya zahir buludu, ya hafi buludu. Söz ya nas buludu, ya müşkil buludu. Ya buludu, müfessir buludu, ya mucmel buludu. Ya muhkem buludu, ya müteşabih buludu. İkisi bir cihetten ya müteşabih, muhkem buludu aşıyor. Bir çağda, bir zamanda, bir makanda, bir yerde, bir cihetten ya u buludu, ya bu buludu. Bu şimdi demek cemdir. Mutakabilat demek çok. Şu bunu karma karşı sözlerde koysumu buludu, lekin onda lügat manası. Emniyetki manası bizge depaymak şu olanı mutakabilat degenden biz tüvendikiler ne demekçi yani bir söz bir mana ya u buludu ya bu buludu. İkisi birlikte karşı. Lekin bizden onun karşısı da bu var, bunun karşısı da bu var. Yani mutakabilat degenden biz udlanım üçünümüz. Yani öz ara karma karşı turduğun sözler. Yani zahirinin karşısında ne var? Hafi var. İlâ ahire. Yani karma karşı turduğun. Nani biha, biz mutakabilat diyen sözümüzle biz el-zahira ve nassa ve müfesser ve muhkem. Zahir, nas, müfesser, muhkemni demekçi değil. Nani biha, biz mutakabilat diyen sözümüzle zahir, nas, müfesser, muhkem demekçi ma'a ma yukabiluha yani onunki karma karşısında boğan neslen billah. Nemeden ibaret? Hafi, müşkil, mucmel, müteşabihten ibaret. Zahir, nas, müfesser, muhkemden karma karşısında turduğun nelerden ibaret, sözlerden ibaret. Demek zahirin karşısında hafi var, nas'ın karşısında müşkil var, müfesserin karşısında mucmel var, muhkemin karşısında müteşabih var. Demek u olsa bu olmaydı, bu olsa bu olmaydı. Denge. U olsa bu olmaydı. Bir makanda, bir zamanda, bir cihetten. Bu olsa u olmaydı demekçe ha. Anda amba mamba demek istemez. Ya u bulur ya bulur. Fezzahiru emdihul bizdeki birden düşündüremdi. Avvelen bizge aksam vadihud dilalen düşündürüp deydi ki fezzahiru ismun li kulli kelamin zaharel muradu bihi lissami'i bi nefsi sema'i min gayri teammulin. Hem de zahir diyen tinşuğucuğa, gapni anlap turgucuğa bir anlaş bilen, bir nefsi sema diyen gap, yani bir mücerredi sema diyen olur. Yani yalnız anlaş bilen, şundak anlaş bilen la min gayri teammul. O anlayan gapni hiçbir anlayan gap hakkında hiç kadar oylanmazdan. Mütekellimnin muradı aşkarı boğan kalamının hemmisiga koyulduğu isim ne batıldı? Zahir. Şunda bir gapni kıldı mütekellim, muhatap yani anlayıcı bir gapni şunda bir anlaplam lügatiki qarmısın mı, kamusu qarmısın mı, ayak bir sorumuz hep oynayıp bu qanday gapta bunu manası deb oynayıp oturmuşsun bu gapning manası tushunadigan gapning hammasi ne batıldı? Zahir. Aşkarı gap, Allah'ın gap deb atıldı. Ve nas degan çoğu desen nas degan ma siqal kelamu li ecdi. Nas deganning lügat manası, nas deganning manası muhim gap. Nas degan asli tekst degan gap, tekst. Metin degan gap. Yani Peygamber Aleyhisselam'daki hadisindeki mesela قال النبي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات ise إنما الأعمال بالنيات ve nas mesela. Nas. Hem de قال النبي عليه السلام diye senet mesela. Hem de metinde atıldı. Lakin nas'ın indi bir manası ne? Nas'ı şer'i dep gelse yani Kur'an hadisinde göz tutuldu. Kur'an hadis göz tutuldu. Meyadiki man nas degenden o Kur'an hadis degan ma'na emas, balki masiqal kalam, ammen manas, amrak. Bir kız muşu nasıl düşünmeyecek olmaydı. Bir kız için gezek ibaretin nasıl dep gap çıktı? Uçadaki ibaretin nasıl degen nima? İbaretin nasıl degen? Nas'ın ibaresi o başka gap uçadı. Ma'nı ziyade ma'nı düşündürüldü. Ma'u nas dese bu nas deganlik bas Kur'an demek olan Kur'an hadis kalam da xas emas. Bu am. Qanday narsa nasab atıldı dese nasıl hakikaten nasab atıldı. Yani masiqal kelamu li ecli. Kalam onun için sürülgen. Yani sürülgen degan yani aytilgan degan. Kalam onun için aytilgan. Söz onun için keltirilgen narsa.
Yani sözünün asasi maksatı. Asasi maksat. Nas degan gap asasi maksat. Bir adamning gap qilishdiki asosiy maqsadi nima? Nima uchun qildi bu gapni? Limaza qala hazal kalam? Bu gapni nima uchun qildi desa, shuniki nima uchun istgan asosiy maqsadi nima bo'ladi? Nas. Shundan keyin anda olganda zohir bilan nasning farqi mana. Bu ta'rif tilamni chiqib bo'ldi. Zohir degan bizga Allohning o'g'ini. Haqida adam bilaydigan, anglab, arab tilini bildigan adam tushunadigan. Ammo nas degan so'zniki asosiy maqsadi. Magam muhim. Shuning uchun biz zohiriylar deb qo'ygan Vahoblarning to'lisi salafilarimizni zohir qarab, davomli zohir qarab, nasga qaramaydi-da. Masalan, Qur'on Karimning oyatlarining sababi nuzullari asosan nas bo'lib keladi. Sababi nuzul bu oyat nima uchun nozil bo'lgan? Limaza nazala hadhihi oyatsa? Lihada sabab degan ekan, sababi nuzulning to'lisi nima? Nas bo'lib keladi. Shu oyatning sababi nuzulini bilmagan deb Qur'on xatolisini tafsir qilsa. Bilen yazıdı. Ve misaluhu fi kavlihi Teala. Emde bu nes bilen zahirinin misali Allah Teala'nın kavli. Demek emde bizge devamlı nes bilen zahirini birlik getirdi. Ne dedik misalu diyenden zahirinin misali demekçe. Dekin bu sene bizge nes bilen zahirinin misali devamlı birlik getirdi. Nemişka inçki bir mesele var. İnçki mesele olsa kullu zahirin nessun. Ve leyse bil aks. Yani her kandak zahir nes buludu. Lakin hemme nes zahir olmaydı. Bazı çağda söz, yani her kandak bir söz bir sebep maksat için eğitildi. Lakin bir sebep maksat için eğitilen sözün hemmesi zahir buluşuna tayin. Hemmesi manisi aşkar buluşuna tayin. Bazı manisi hafi olup kalışın mümkün. Lakin sözdeki bir mukim, yani bir yalgan emas, bir tayin yok baka. Çakçaktan başka sözlerinin, hatta çakçak olan neyim olsun, sözler degan bir maksat için aytiladi. Bir maksat için aytiladi. Lekin o sözler bir maksat için aytilgan sözlerinin hemmesiniki ma'nosi zohir bo'lib ketishini tayin. Ba'zida maxfiy bo'lib ketishi mumkin. Ma'ni bilish kerak, ha? Muhim bir qoida. Endi shuni endi asosi ko'p qanday yerda so'z narsa bo'lsa, uniki zohir, qanday yerda so'z zohir bo'lsa, buning nas bo'ladiganligi qilgandan keyin biz devamlı zahirlen nesli misalini birlik getirdik mesela dünyada. Ve misaluhu emde bu zahirinin misali fi kavlihi Teala Allah Teala'nın kavlideki zahirinin misali mesela ve ehallallahu bey'a ve harramer riba. Allah Teala soğudu setkini halal kıldı, cezanını haram kıldı diyen kavli. Mesela bu şu zahirinin misali. Öyle bakın azı nemin düşendiniz ayetin. Şunda karaplam nemin düşendiniz. Allah Teala soğudu setkini halal kıldı, cezanını haram kıldı diyen nemin düşendiniz hazır. Aval bir anlatılan. Nemin düşendiniz? İkun farkı varken riba menen yani soğudu setkini halal, cezana haram ekanligini anlatmadınız ikisini. Yani mahallanki haram keltirmadingiz. Buni men zahirda bataladim. Endi xo'sh, nas qaysi bundan desa, nas bu ishga o'tishlik farq. Yani nima uchun Alloh taolo bu so'zni qilgan? Alloh taolo nima uchun savdo halol, jazoni harom degan so'zni qildi? Nima uchun qildi bu so'zni desa, chunki nimalar mushriklar innamal bay'u mithlu riba. Savdo degan jazoniga o'xshash narsa u dedi beşide. Yani savdo bu biz 1 riyalga ilib 2 riyal satamiz. Cezanı mı biz 1 riyal ötünü bilib 2 riyal yani 1 riyal indirib olib 2 riyal qilib o'xshashga ikki ziyada. Riba degan bu jazoni o'stirish ziyada, savdo degan bu foyda edish birini 2 satish degan gap. Nima bu o'xshash narsa degan vaqtda Alloh taolo nima dedi? Yo'q. O'xshamaydi bu ikkisi. İkisi o'rtasida farq bor. Savdo halol, jazoni chu harom. İkisi o'rtasida farq bor. Ma halol mı haram? Nimish halol desa, savdo degan bu yo'lli qonunga hammadan rozi bo'ladigan, bedamni dungi ichib turmaydigan bir ish. Jazoni degan-chu odamlarni qarzga bo'g'adigan, majburlaydigan, yo'q yerdan tuxumni tukuydigan degan gap bu. Savdo deganda olinadigan, sotiladigan narsa bor. Nima? Elinadigan mal, sotiladigan mal, beriladigan pul, uni bedel bor. Lekin jazoni dechu, ikki narsa o'xshash. Bu faqat pulni bildi, uni ya karşı taraf onu bir mal biraz nima qilmaydi, biraz bedel almaydi. Pulni olib keyin shu pul og'ini qilam nima to'laydigan gap. Bakın necha odamlar shunda qarz kib uy vaqtini setib jondan olganlar nechasi bor. Bu jazi qo'liq degan yomon narsa riba degan. Qanday o'xshaydi u ikkisi?
Demek ki Allah yani farkını. Demek şu ayetteki ilk ayetteki sebebi şu ayetten ciddi mi ayet nazil olgan? Diyen gap özünün de atıldı nas. Hem de mesela bir yerde hem de fel ayetu yani bu ayet yani ve ahallallahu bey'a ve harrama riba diyen bu ayet kelime siqat li bayani tefrikati beynel bey'i ve riba. Soğudu satıkılan cezanın arasını ayırmak için ya ki soğudu satıkılan cezanın arasındaki farkını bayan kılmak için. Tefrikanın fark manası da alsak mı da yani farkını bayan kılış için mi kılgan sürülgen ayet şunun için sürülgen gap şunun için keltirilgen şunun için aytılgan. Yani demek ki onu bir şeydi ki Allah Teala'nın ki halallahu bey'a ve harrama riba diye ayetki asasi maksat demediyse asasi maksat bey ölen cezan ölen soğudu satıklık okşumaydıganlıkını bayan kılış. Ne için ise redden limedda'ahul küfar degen kafirler yani Kureyş müşrikleri dava kılgan kuruk davalarına red kılışını ibaret. Bu davası kaysi dese minet tesviyeti beynehuma yani ula soğudu satıklık cezanı okma okşaş bab beraber degen davası. Haythu kalu yelideki olan mındak dedi. İnnemel bey'u mislur riba. Yani ula kandak dep dava kılda okşaş dese yani soğudu satıklık degen cezanı okma okşaştır. Şikinisi yani fi ifadetil fadl. Ne mücadele okşaş dese vecih şebah fi ifadetil fadl. Soğudu satıklık mı bir riyal bir şey satıdı ziyadelik var. Riba degende mi ziyadelik var. Ne mi bak var? Dep şunda. Diye vakti da şu kavligi karta düşken ayet. Ve kad ulima hillul bey'i ve hurmetur riba. Hem de bizge takımı tefsiri düşündür burada da. Soğudu satıklığının halallığı, cezanın haramlığı bir nefsis sema. Yani şu kalamını şunda anlaş bile Allah bilinip oldu. Anlayacağım. Yani ma soğudu satık halalken cezanın haram geldiğini bir anlamdan bilip oldu. Fesara zalike nessan. Fesara zalike nessan fi ta'amül. Zalike diyen işaret ismi şana hakikaten yani. Yani Allah Teala'nın ki ahallallahu bey'e ve harrama riba diyen kavleye demekçi. Kavleye fi tefrika. Cezanın ölen soğudunun arasındaki fark hakkında nasip oldu? Zahiran fi halil bey. Yani soğudu satın halallığı cezanın haramlığı hakkında ne oldu? Zahir oldu. Ama ondan dikin biz bilirdik işini bir ifadenin badigende yani zahir neslin hükmü kat'i. Qanday Kur'an-ı Kerim zahir ayet gelse nesde ve nima gelse zahir ayet gelse yoki nas gelse bunun hükmü kat'i. Lekin endi buniki bir inchki bir farq mufassir bilan nimadan muhkamdan ayrilgan bir tarafi zahir bilan nas nimani buniki yahtamilu at-takhsis ve at-ta'wil. Zahir bilan nas nima qilishi mumkin? Ta'wil qilinishi mumkin. Ve takhsis xoslanishi mumkin. Agar am bo'lsa xoslanishi mumkin. Agar xoslab qolib qolsa boshqa ma'noga nima qilishi ta'wil qilinishi mumkin. Amma mufassir bilan muhkamcho bu la yahtamilu at-takhsis ve at-ta'wil. Walakin al-mufassir bilan muhkamdan farqi bo'lsa, mufassir yahtamilu an-nasx. Amalni qaldirish ehtimoli bor, lekin muhkamningcho la yahtamilu an-nasx. Farq mushamdi. Birisini yuqori. Endi anada zahir bilan nasni farqlama deganda, zahir degan faqat bir ma'ni tashqi, zahir tashqi ko'rinish, tashqi ma'nisi nasr degan asosiy maqsad. Anda shu ma'ni o'zidan zahir bilan nasniki kuchli farqi oshkorlab bo'ldi. Anda agarda navod deganki zahir bilan nas qarshi kelib qolsa, nas besib ketadi. Bo'lmasa zahirga qat'iy shaklda zahiran amal qilamiz, nasga odatda amal qilamiz. Ma oyatda mesela shu oyatning o'zida halallohu bey'a degandiki narsa so't halol ekan deb amal qilamiz. Cezani haram ekan deb amal qilamiz. Zahirga amal qilgan bo'ldik. Uni keyinidan ikkisi o'rtasidagi farq yani so't bilan cezani o'xshamaydi u. İkisi bilak ish deganga buning amal qildi o'xshash. Agarda masalan shariat o'xshash ikki narsani, shariatdan bizga Alloh taolo o'xshash ikki narsani, masalan ikki qutisi bo'lsa, ma'qul ishkin, ma'qul ishmi deb bo'lsa, biz ma'ni ichmaymiz, ma'ni ichimiz. O'xshash. Yani nima ish qilib so'ramaymiz. Ha. Amdi
Lekin so'zni illatini topgan vaqtida illatini topa olsak. Nəhayət elhamdülillah. İllatini topamasak mı biz gelmişken amal qılıveramiz. Bu zahir, ayetning zahirisidan jazo Allah Taala jazoni haram degan bo'lsa, jazoni haram. Qat'iy shaklda amal qilamiz. So'zni halol degan bo'lsa, so'zni halol, qat'iy shaklda amal qilamiz. Endi bunga nima deb qo'ymaymiz? Bu ikkisi o'xshash narsani qilibdi ya deb o'tmaymiz. Sallamna deymiz, musulmonmiz. Endi nima bilan nas orqali biz o'rtasidagi farqni bildik. Nas orqali. Tushundingmi? Allah Taala hakim zot. Hargiz bu anda bendelerge zulüm qilmaydi, hikmetsiz ish qilmaydi Allah Taala. Xo'sh, endi va kazalika qavluhu Taala. Shuningdek, ya'ni Allah Taolaning buni qavli bu nas zahir haqida. Misalan, Allah Taolaning buni qavli bu nas bilan zahirga misol bo'la oladi. Masalan, fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna va thulatha va ruba'. Allah Taolo Qur'on Karimda sizlarga o'ylanish halol bo'lgan, taba degan ma halal lakum degan bo'ldi. Yani sizlarga o'ylanish, yani ayollarning hammasi halol emas-da. Mesela ummahatukum muharramat bor mesela. Alanmaydigan analari, qaynonalari, singillari degandek erishdik harom qilingan emas, ya'ni matabaligim degan mahallalik. Ya'ni o'ylanish halol bo'lgan ayollardan masna degan gap 2dan 2dan har birini 2dan 2dan va thulas 3dan 3dan va ruba' 4dan 4dan oladi. Mayada isnayn, salasa va arba'a demeyin demiş ki masna va thulas va ruba' deydi desa. Çünkü masna degan gap davomliq bunda ko'p odamlarga bo'lganda, sizlar o cho'ng narsani taqsimot qilsa narsani. Mana xuduhu isnayn isnayn, xudu kullukum isnayn isnayn yani. 2dan 2dan angladi degan masna deb kirdi. Bu tekrarını bildirdi. Yani masna degan isnayn isnayn. Yani her bir adam 2dan 2dan qilsin. 3dan 3dan alsın, 4dan 4dan alsın. Hammalar agar de yalnız mesela fankihu ma tabalakum min nisa'i isnayn deplam qilgan bo'lsa, shu siz pak bo'lgan ayollarni hammani bilib 2 angla. Hammasi bilib 2 xotin derishdi, mana shariat islom dinida yo'q gap bu. Meni xatosh bu. Masna degan o'zi yani isnayn isnayn, 2dan 2dan, 2lab yani her bir adam 2dan 2dan xotin olsa bo'ladi. 3dan 3dan olsa bo'ladi, 4dan 4dan olsa bo'ladi degan gap. Ama mushu amda maqsad amda. Mushu Allah Taolaning mushu qavli siqal kalamu li bayanil adad. Mishadiki kalam Allah Taolaning mushu qavli adadni bayon qilish uchun kelgan. Son sanaqni. Ya'ni nima uchun bu shu oyat nozil bo'lgan? Nima uchun desa, chunki mushriklar aynı zamanda xotniki nimasi yo'q edi, cheklimasi yo'q edi. 100 xotn olamdi, 200 xotn olamdi bir vaqtda, yani bir nikahda. Shu 50 varsa soni yo'q. O xotni tashlab qo'yib, muallaq tashlab qo'yib, uniki nafaqatlarini bermay, uniki niya so'zini bermay, ayda 50 bo'lgan gap bu xotn degani. Shu ayda qilavergandan keyin buni shariat nima cheklab tushirgan. 4 eng yuqori chek 4. 4ni ola olasiz. 4 kishi olsangiz bo'ladi, uni yuqorini ola olmaysiz. Anladin? Degan sonni bayon qilish uchun kelganda bu oyatdagi nas maqsad nima desa, maqsad har bir musulmon chuqum 2 xil 2dan ya 3dan 3dan ya 4dan 4dan xotni edish kerak deganni bildirish uchun emas, balki shu oyatning sababini o'zi nima? Ya'ni shu Qurayshlar, mushriklar ayni xotinni son yo'q edi, o'lib yurib tashlab qo'yib, xotinlik mas'ul olmay, bolalig mas'ul olmay, ayni mas'uliyetsizlik qilib, askara olib, bichoralar ko'payib, ayollar yo'ldan chiqib ketib, bolalar qilib, tarbiyasiz qilib, bunda ishlar yo'q bo'lib ketganligi uchun bu xotinniki nimasiga cheklama qo'yish uchun, xotinning soniga cheklama qo'yish uchun chiqqan oyatniki nasma. Endi oyatniki vaqad ulimal itlaq val ijazatu bi nafsi. Oyatning zahiriy ma'nosi nima desa? Zahiriy ma'nosi yani bir adam 2 yoki 3 4 ayol olsa bo'ladi. Pak bo'lgan ayollarni olsa, chiroyli ko'ngil tortgan chiroyli ayollarni olsa bo'ladi degan zahiriy ma'nolar. Olsa bo'ladi degan ma'no chiqadi. Mijad deydiki, vaqad ulimal itlaq va itlaq ma'ni ibaha degan ma'noda, ma'ni itlaq mutlaq ma'no emas. Vaqad ulimal ibahatu val ijaza. Şu davamlıq biz ba'zan yerda bir qoida bilish kerak. O'xshash so'z, ikki so'z kelib qolsa, birisi yat, birisi tunish kelib qolsa, birisi mutaradif bo'ladi. Ya'ni shuni sharh qilish uchun kelib qo'ygan bo'ladi. Tafsir holatda. Vaqad ulimal itlaqu val ijaza degandan keyin itlaq degan bilan gap mutlaq gapirish degan gap. Ijaza degandan keyin ibaha ekan bu deb tushungan gap. Ya'ni vaqad ulimal ibahatu val ijaza, ya'ni mushu
ayollarni ko'ngli tortgan ayollarni osib bo'ladiganligi. Masalan, bir odamga pak bo'lgan, ko'ngli tortgan ayolni osib bo'ladiganligi, 2, 3, 4 ayolni osib bo'ladiganligi. Nima? Bir nafsa shundoq nima anglash bilan nima bilindi. Fasara zalika ana shu Qazi Allah Teala'nınki fenkihu ma tabalakum minen nisa degan mush qavli zahir bo'ldi, zahir. Nima de zahir ise fi haqqil itlaq, fi haqqil ibahati ma yetatayyabuhu al-mar'u minen nisa. Yani insonga halol bo'lgan ayollardan nikahlansa bo'ladiganligi, insonga halol bo'lgan, pak bo'lgan ayollardan nikahlansa bo'ladiganligi haqidagi hukm zahir bo'ldi. Nassan fi bayanil adat. Bu qanchaga ala oladiganligi, faqat eng yuqori bo'lganda 4 kicha ala oladiganligi haqida nas. Lekin insonniki pak bo'lgan ayollarni azib bo'ladiganligi haqida nima? Zahir. Eng yuqori bo'lganda 4 xotin ala oladiganligi haqida nas bo'ldi. Unda bo'lgandan keyin bu oyatniki endi bir odam qoplam, bir odam oyatning ma'nosini xato tushunib, bu Alloh taolo bizga 2ni 3ni 4ni os edishini kerak deb buyurgan. Tankihu degan al-amru lil vujub. 2ni 3ni 4ni edishini kerak. Bu amri Alloh taoloning farmonini ijro qilishini kerak deb oyatni xato tushundisa, buningga deymizki, to'xtirma, oldirmay turing qarim. Bu oyatdagi bu asosiy maqsad bizga 2ni 3ni 4ni edishni vojib qilish uchun kelgan oyat emas bu. Asosiy maqsad bu emas. Asosiy maqsad yani eng yuqori chek 4. Bir odam, bir er eng yuqori bo'lganda ko'p bo'lganda 4 xotin ola oladi deb cheklash uchun kelgan bu. Aytdiki fankihu ma tabalakum min nisa degan gap, ya'ni sizlar ayollardan halol bo'lgan ayollarni olsanglar bo'ladi. Ya'ni sizlik elish harom bo'lgan ayollarni olsanglar bo'lmaydi. Ondan pak bo'lgan, ekran tortgan, o'zi chiroyli bo'lgan, jamoli chiroyli, o'zi chiroyli, sizlarga elish halol bo'lgan ayollarni olsanglar bo'ladi, gunohkorlik qilmaysiz. To'xtamay, qil xotin angla, sat xotin angla demaydi shariat. Chiroyli xotin olsanglar, o'zi pak bo'lgan, tegi pak bo'lgan, ippatlik bo'lgan, sizlarga tegish elish halol qilingan ayollarni olsanglar bo'ladi degan uchun nima? Zohir. Oyatniki demoqchi o'g'lim. Yani olsanglar bo'ladi degan bo'ldi buning ma'nosi. Chunki nima uchun olsanglar bo'ldi degan gap bo'ldisa, bu oyatning oxirida bor. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Agar oldinlik qilmasini qo'ysanglar, birini olsanglar, birini elinglar degan oyatda. Oyatning oxirida. Undan keyin yana birga agar bir odam endi g'irib bo'lib namoz qilib 2 yoki 3 yotuvni olmay qolib qolsa gunoh qilib deb edi. Yo'q. Ya'ni qancha adolatli qilmasini qo'rqmasmi ba'zi odamlar bir xotin olmay qolgan odamlar bor, pulisi yo'q. 2ni 3ni 4ni olmagan odamlar o'chaqda gunoh qilolmammi demisi. Alloh taolo la yukallifullohu nafsan illa vus'aha degan tursa, demak oyatning mazmuni to'g'ri tushunish kerak. Ba'zi shahvatparast oxirlar, mollamlar hammasi shu oyatni ta'rif tushundirib, nima deydi? Alloh taolo nima degan? Ya'ni ilm degan cho'qim 2ni 3ni 4ni elish kerak. Agar 3ni 4ni olmasa bir odam sharoit batib gunohkor bo'ladi degan gapni bunda chiqarmaydi. Ma anda gap chiqarmaydi. Elinglar degan gap chiqqan ekan, buni nima gap chiqadi? Agar olmasa joy sharoit batib, ya'ni gunohkor bo'ladi degan gap chiqadi. Endi bundan demoqchi o'g'adan bundan desa bo'ladi. Bundan desa bo'ladi. Ya'ni musulmonlarningki sonini ko'paytirish uchun, hozir musulmonlar nüfusi ozlab ketdi. Bir ayol tug'ib musulmonlarni pulolmaydi, avut pulolmaydi qadlab qolsa, 2ni 3ni 4ni deb musulmonni ko'paytirish uchun xuddi elinglar deb bunday holatni so'zlab kelsa bo'ladi, lekin oyatning o'zini ana shuni pesh qilib akasi bu ma'ni udul chiqmaydi. Chunki sababi nuzul boshqa. Mushriklar xuddi jiq qilib tashlab qo'yganlik uchun kelgan oyat. Eng yuqori chekni bildirib qo'yish uchun. Shu yuqori chekni to'la olaysiz yuqori bo'lganida. Uni kenidan oyatning o'zimi zohir ma'ni nima? Ibaha, ya'ni mubah. Bir odam 4 xotin olsa, 2 xotin olsa bo'ladi. Ya'ni joiz. Gunohkor bo'lmaydi. Lekin buni sen olasan deb buyruq tushgan gap yo'q. 4ni olasan deb. Olsa bo'ladi. Agar sharoiti bo'lsa, olsa bo'ladi. Uni hech qanday oson bo'lmaydi, hech kimning haqqi yo'q. Bu oyatni to'g'ri tushunish kerak. فصار ذلك ظاهرا في حق الإطلاق نصا في بيان العادات خش وكذلك قوله تعالى يعني شنو ذاك وكذلك قوله تعالى يعني شنو ذاك يعني الناس فلان ظاهر عقدنا شو الناس فلان ظاهر مثال بالله الله تعالى كي منو قوله مثلا
La cunaha aleykum in tallaqtumun nisaa ma lam temassuhunna ev tefridu lehunne ferida. Yani sizlarga agar sizlar ayollarni nikohlarini olib qo'lni uchini tutib boqmay turib, ya'ni ayollar bilan bunda bir jamoa qilmay turib taloq qilsanglarmi nima sizlarga gunoh yo'q. Ev tefridu lehunne ferida. Yoki ularga sizlar ayollarga to'yloqni belgilab bo'ladi, to'yloqni belgilab bo'lib ayollarni taloq qilsanglarmi yine gunoh yo'q. Degan oyat endi. Shu oyatga qaraydigan bo'lsak, bu oyat nassun fi hukmi man lam yusamma lahal mahr. Yani to'yloq tayinlanmagan, manchalik to'yloq bilamiz deb tayinlanmagan odamning hukmi haqida bir nas bu oyat. Hukmi haqida. Yani masalan bir ayol bir er xotin yaptı. Onunla manchalik to'yloq qilmay deb to'yloqni alayda bir ism qo'yib atmabdi. Atmagan bo'lsa buning hukmi nima? Bu nikah sabit bo'lamdi, bo'lmamdi? Desa Alloh taolo nima dedi? La junaha alaykum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida degandiki, ya'ni ma lam tamassuhunna ularni jimo qilmay turib yoki aw tafridu lahunna degan gap, yoki ularni nima qilmay turib sizlar bu to'yloqni atmay turib taloq qilsanglar gunoh bo'lmaydi degandikin, to'yloqni atmay turibmi, to'yloqni tayinlamay turibmi, nima qilsa bu yerlik oyatdagi kelgan maqsad, asosiy maqsad bir er ayol kishini elib to'yloqni tayinlamay turib nikohga olgan bo'lsa, bu nikohi nikoh bo'ladi. Nimishqa taloq qila oladi. Shu nikohga agar bu nikoh bo'lmagan bo'lsa, uni nima qilinmaydi, taloq qilinmaydi. Ammo mana bu bildirgan gap. Ya'ni demakchi bo'lgani nassun fi hukmi man lam yusammi lahal mahr. Ya'ni bir odam ayolini jamoa to'y qilib qilib turib, nikoh qilib qilib, jamoa qilmay turib, nima qilsa o jamoa qilmay turib taloq qilyapsimi joiz. Va uniga to'yloqni tayin qilmay turib, manchalik to'yloq bilman deb tayin qilmay turib taloq qilyapsimi joiz deganni bayon qilish uchun nima? Nas. Va zohirun fi istibdadi zawji bit talaq. Endi nimada zohir desa, yani erniki taloq qilishda mustaqil ekanligida zohir. Istibdad degan gap istiqlol degan gap. Ya'ni er kishi taloq qilishda mustaqil. Mustaqil degan gap, ya'ni ilojna alaykum ida talaqtum degandikin, sizlar taloq qilsangiz degandikin, ayol kishiniki taloq qilish huquqi yo'q. Ayol kishining o'zini taloq qilish huquqi yo'q, yoki erini taloq qilolmaydi ayol kishi, yoki o'zini taloq qilolmaydi. Illaki faqatla xul yo'li bilan, xulli taloq yo'li bilan endi ayol kishi pul berib erga, men sizga buncha pul bersam, to'yliq yana yoki o'zi rozi bo'lgan miqdor, ma'lum miqdorda pul berib, shu pulni sizga beraman, meni taloq qiling deb ittifoqlashsa, eri uni qo'shilsa, taloq qilsa, shu vaqtda taloq qiladi, bushini oladi ayol kishi. Undan boshqa yo'l yo'q. Ya'ni ayol kishiniki erini taloq qildigan huquqi yo'q. Shu oyatda ya'ni zohiriy ma'no taloq qilsang gunoh yo'q degan gapda, ya'ni taloq sendan haqqinglar. Taloq qilsang qanday shaklda, ya'ni to'y qilib bo'lib, nikoh qilib bo'lib, nikoh bo'lgandan keyin qildi taloq degan, nikoh qilmagan ayol taloq qilolmaydi, o'zini xuddi masalan. Nikoh bo'lgandan keyin jamoa qilishdan burun taloq qilsanglarmi, jamoa qilib bo'lgandan keyin qilsanglarmi, to'yloqni tayinlab, manchak to'yloq bitmi deb deyishdim, burun taloq qilsanglarmi, to'yloqda keyin taloq qilsanglarmi gunoh yo'q yani. Anladın. Siz gunoh bo'lmaydi. Demak, oyatning nas ma'nosida demak, shu hukm joizlik. Bu hukmning joizligi. Zohiriy ma'nosida er kishiniki taloqdan mustaqil ekanligi, taloq qilish huquqida, er kishining ham ayol kishining taloq qilish huquqi ekanligi zohir. Endi ishorat ma'nosida, ishorat nas, endi bu ishorat nas degan bu men taqsim min istidlal. Lekin men keltirib qo'yibdi o'sha. Mana mushkil. Ya'ni ishoratning nas bilan nima bilsa va ishoratni ila anna nikaha biduni zikril mahri yasih. Nikah to'yloqni zikr qilmasdimi, nikah durust bo'ladi degan ishorat. Bu oyat bir odam beshida nima dedi? Ya'ni nima qilish joiz? Jamoa qilishdan burun va to'yloqni bayon qilishdan burun taloq qilish joiz degan hukm bo'ldi. Nima? Bir ayolni nikoh qilib, uni jimo qilishdan, vati qilishdan burun va hattoki to'yloq tayinlashdan burun so'zini bilish, taloqni bilib o'tish joiz degan hukm nas bilan chiqdi. Nima?
Endi ishoratin nas bilan nima chiqdi desa, ya'ni nikoh o'qitish bidun zikril mahr. To'ylarni tilga olmasdan, manchilik to'ylar, anchilik to'ylar bilma deb to'ylarni tilga olmasdan nikohlanish joiz degan nima? Hukm ishoratin nas yo'li bilan chiqdi. Yani ishorat nas degan asosiy maqsad emas endi jumlada. Asosiy maqsad emas lekin masalan qanday ishorat nas bo'ladi vaqt kelganda gapiramiz. Masalan men ustozni yo'qligini bildim ustozimni. Ustozimni yo'qligini bilsam ustozim yanında yana bir ustoz o'tiribdi. Demak, men yana bir ustoz ishorat nas. Meniki ustozim yo'qlab berish ustozim nima? İbarat nas. Ama asosiy maqsad o'qishimchi maqsad. Anladın. Demak, meniki bu asosiy maqsadni ko'zlab bo'lganligimdan men ustozimning yanındagi yana bir ustozning o'tirganligi yo'qolib ketmaydi. Bu bir haqiqat bor. Xuddi shuningdek. Ve kezalike kavluhu aleyhisselam. Şunundaki Peygamber Aleyhisselam'ın kavlu mu? Bu zahir neski misal olaydı. Mesela men meleke za rahmi mahremin minhu, yani za rahimin mahremin çekmeli. Za rahimin mahremin minhu ataqa aleyhi. Ataqa aleyhi. Kim ki za rahmi mahremge, za rahmi mahrem diye gap, yani bu da anıt yani tug'ulush aloqasi bor. Elibdagi sharam qilgan odamga yo'lab qolib qolsa deydi. Ya'ni mahram degan tuqqan desak bo'ladi, qarib deb tushunsak bo'ladi. Tug'ilishish aloqasi bor. Tuqqanga ega bo'lib qolsa. Masalan, tuqqan degan bachaqda tuqqan ikki xil biri qarib zi rahmi mahram, ya'ni biri qarib mahram. Masalan meniki bir anadan tug'ilgan nimam bor, akam ya ukam. Ma'lum zi rahmi mahram, qaribun zi rahmi mahram. Masalan meniki nimam bor, imildash ukam bor, radiya. Bildi bir iniganın emgen. Ya akam ya ukam bor. Ma'lum bu mu mahram? Bu mahram degan gap, ya'ni agar biz ayol olsa, eptiga jammaydi. Lekin za rahm emas, za rahm emas. Yani bir baliyat qildan tug'ilish nimasi yo'q, tuqqandoshlik yo'q. Baliyat qildan tug'ilish tuqqandoshlik yo'q. Lekin eptiga jammaydi o'xshashlar. Ammo za rahm mahramcho bu nimadan bir onadan tug'ilgan, tug'ilish va ya'ni unga mahram degan gap. Mahram degani eptiga sharm, ya'ni 1,5 tuqqangacha. 1,5 tuqqangacha. Tag'isigacha masalan. Hakkında adam mesela yüzünün balısını hepsası bazadın bu azatlap gidiyordu. Dadısını hepsası azatlap gidiyordu. Bir tukkunda işte hepsası bu azatlap gidiyordu. Tağısını hepsası mı yine ne bak gidiyordu? Azatlap gidiyordu. Ama ne bak kasço İmildaş bir tukkunda hepsası ço azatılmaydı. İmildaş radiya. Emine rada yani ahihi mine rada. Radaatun boğan kılın dışını satı algan bolsa azatılmaydı. Mişqa za uchun bu za rahm emas. Bu shunday bo'lish kerak. Ataqa alayhi dedi, ataqa alayhi degan gap, ya'ni avtomatik azotlab ketgan gap. Bu azib u azot qilmaydi uni. Ataqa alayhi oldima, ashuniki mulki kelganligini o'zi ashuni azotlab ketish sababchi bo'ladi. Ataqa alayhi azot bo'lib ketadi. Ijbariy, majburiy azotlab ketadi. Hamda Allah bu payg'ambarimiz bu şey deydi, nassun fi istihqaqil itqil qaribi. Peygamber Aleyhisselam'daki şu kavli nasun fi istihqaqil itqi lil qarib. Al qarib deyiz qavli men de lil qarib to'g'ri bo'ladi. Lil qarib. Ya'ni tuqqanning ozod bo'lishga istihqaq degan layoqatlik bo'lish haqidagi bir nasdir. Ya'ni bunda za rahm mahram bo'lgan tuqqan ozod bo'lib ketishga nima tegishlik. Shuni bayon qilishda nas bu. Ve zahirun fi thubutil milki lahu. Hamda şu satılgan tuqqunun igidachiligi sabit bo'lishi haqida zahir. Yani men malaka degan, men malaka zarahim degan ha, elvasi uniki igidachiligi ütüdü degan bo'ldi. Lekin buniki azat bo'lishi igidachiligi ütap bo'lgandan keyin azat bo'ldi. Igidachiligi o'tmay turib emas, igidachiligiga ütap turib azat bo'ladi deganni bildik hozir. Biz nas zahir ma'nosida, tamam? Endi ve hukmu zahiri ve nas. Hoş. Endi
Ve hükmü zahir ve nas. Zahir olan nas'ın hükmü nima dese vücubul ameli bihima ammeyni kana ev hasseyn. Bu ikisi am bolsun yoki xos bolsun, her ikisiga amal qilish vojib. Lekin ma'a ihtimali iradetil g'ayr. Ama g'ayrini irada qilishning ehtimoli bilan g'ayriga xos g'ayrini taxsis va ta'wil. Yani yeni bir qatim xos am bolsa xoslanish, xosla qilib qolsa boshqa ta'wil qilinish ehtimoli bar bo'lish bilan birga amal qilish vojib. Lekin bu ihtimalın lem yanşa an delil. Yani delilden paydo bo'lmagan ehtimolni qo'yganlik uchun buni bularning qat'iyligiga nima ko'rsatmaydi, ta'sir ko'rsatmaydi. Ammo endi bir dalilga qolib qolsa shu chaqda ta'wil qilinadi yo xoslanadi. Va zalika bi manzilatil majazi ma'al haqiqa. Ana shu yani her zahir nasning har biriniki g'ayrining ehtimoli bo'lishidagi o'xshashligi majaz bilan haqiqatga o'xshaydi. Yani hakikat deganga biz haqiqatga amal qiladi, lekin bu haqiqatniki majaz bo'lish ehtimolligi bor. Anladın? Buni bilish kerak. Haqiqatning majaz bo'lish ehtimolligi bor. Ayni ehtimolligi bor turib, majaz deganga ta'wil deganga bayna. Bor turib haqiqatga amal qilinadi. Yani haqiqatga amal qilish mumkinligi bo'lsa, haqiqatga nima amal qilinadi. Xuddi shuningdek, buniki g'ayrining ehtimoli bo'lgan bilan yani ta'wil qilinish yoki xoslanish ehtimoli bor, lekin bor turib qat'iy shaklda nimaga amal qilinadi. Ve ala hada bu kaideye asasen deyimiz ki İza iştera qaribehu yani bir adam hem abi yukarıdaki hadislik hükmüne asasen hem de biz nas ve nemin hükmünü bulduk yine nasılan zahirin hükmünü bulduk amel kılıç mümkün başkalık amel kılınır. İza iştera qaribehu bir adam üzündeki bir tukununu setip algan bolsa hatta ataka ve hatta dedim bomusun buldu bir adaslı uzun futbolsa doğan bolsa fa'ataqa degap. Fa'ataqa alayhi. Şunu bilan hatta tabriz etsek yani mushu nimadan kelib chiqdi? Fayataparru yani uzun tuqqunni tavlashdan kelib chiqqan hukm nima? Ataqa alayhi. Bu setibelangan tuqquni qalbisi ozotlab ketadi, ozod. Ataqa alayhi degan gap ijboriy ozotlab ketadi. Avtomatik ozotlab ketadi. Men sizni ozod qildim demasam ozotlab ketadi. Ve yekunu huve mu'tiqan an mush satwagan igisi yani huve min huve yekunu al mushtari al malik satwaguchi tuqqunini satwaguchi mu'tiq azat qilguchi bo'ladi. Bu azat qilmadi. Avtomatik azat bo'lib ketdi ataqa alayhi lekin bu mu'tiq bo'ladi. Ve yekunu al vala'u lahu. Vala yani azat kerdilik huquqi. Azat qilib o'tish huquqi kimga bo'ladi? Mushu satwaguchi bo'ladi. Nemish qilib gapni bayon qiladi desa, chunki vala degan qanday narsa asli bu malul mu'taq ba'dal maut. Vala degan agar mush ozod qilib o'tilgan odam o'lib qolsa, buning qolgan merosi nima bo'ladi? Vala deb ataladi. Vala. Mush meros kimga bo'ladi desa, mush ozod qilib o'tgan odamga bo'ladi. Endi bu bizning mazhabda ikki qavl bor. Biri valaul ataqa, ya'ni biri valaul i'taq. Payg'ambar alayhisalom Peygamber Aleyhisselam bir hadiste ne dedi? El vela'u limen a'taq. Bir hadiste el vela'u limen a'taq. Yani azatkarlık hukuku ya ki azatkarlık hukuku diyen gap ne diyen gap? Bunun lazımısı bir adam azatkarlık hukuku buldu mu? Boğandikin eğer şu mu'taq bilip kalsa, şundaki mirasım ne kalıdı? Onunki mirasını aldığı üzerinin varisi bulmasa, bunun mirası azat kılıp kalıdı. Muşemde, muşva ak demekçi. Limen a'taq azat qilgan odamga degandan olimlar ixtiloflashdi. Nimada? Anda bu valaning sababi nima? I'taqmi yoki itqmi? Buni azat qilib o'tishimi yoki azat bo'lishimi? Degandan ba'zilar dediki, yo'q, bu i'taq. A'taqa degandan i'taqani i'taq masalan chiqdi. Agar o'zi azat qilib o'tgan bo'lsa, o'zi xalab, buning uchun bo'ladi. Ama o'zi azat qilib o'tmay, aytganda tuqqunni meni absilib ataqa alayhi qilib ketgan bo'lsa, ya'ni azat bo'lib ketgan bo'lsa, avtomatik bu joqda buning vala huquqi buning bo'lmaydi deydi. Lekin ko'p sonliq qavm nima deydi? Ko'p sonliq yo'q. Ya'ni sababul vala nima? Subutul itq. Ala milkil malik. Ego odamning ego bo'lish sababi bilan demak azat bo'lishligi sabit bo'lishi. Unda olgandan keyin bu nima uchun azotlab ketdi? Buni azot bo'lib ketish sababi
Onu aşı üzün tuqqanlığını, üzün tuqqanı əfsalqanlığı səbəbindən üzün tuqqanını üzün milkiga, igilikiga kiyizib qalğanlıq səbəbindən azatlab ketdi. Anda olğandan keyin bu hükümdə azad qılğıcı bo'laverdi, mutiq bo'laverdi. Anda mutiq bo'lavergandan keyin vala huquqi buning uchun bo'ladi deydi. Va innama yazamdu xo'sh, ham bizga hamda hozir deb qo'ygandan keyin nima deb o'tadimdi? Ba'zida bu zohirlarni hamda hozirgacha zohirlarni ikkinisiga amal qilib keldik, ikkinisiga. İkkinisiga amal qildik, ikkinisi birisi boshqa ma'noni bildi, yana birisi boshqa ma'noni bildi, ikkinisiga amal qilib keldik. Masalan, so'dzat haram, jazona so'dzat halal, jazona haram deb amal qildik zohirga. Uni keyin bu ikkisi o'xshamaydi, ikkisining farqi bor, ikkisiniki farqi bor, ikkisi farqli. Herkes bu bize o'xshash narsa emas degan nas. Ikkinisiga amal qildik. Endi ba'zi chaqda ikkinisiga amal qilib bo'lmaydigan ish bor. Qarmu-qarshi kelib qolgan. So'zning nas ma'nosida zohiriy ma'nosi bir-birimizga qarmu-qarshi kelib qoladigan ish bor. Mushunda chaqda qanday qilamiz desa, nasga amal qilamiz, zohir amal qilmaymiz. Va innama yazharu at-tafawut baynahuma amda inda al-muqabala. Mushu zohir bilan nasning o'tirisida tafovut degan igiz pastlik qachon oshkor bo'ldi desa, faqat indal muqobil qarmu-qarshi kelib qolgan chaqda. Bir-biriga yuzma-yuz kelib qolgan chaqda ham shu chaqda oshkor bo'ladi. Bu ikkisi o'tirishlik farq. Bo'lmasa farq yo'q. Ikkisiga o'xshash amal qilib, farqsiz amal qilaveramiz ikkisiga. Qachon farq paydo qilamiz? Nas zohirni kuchli deymiz desa, qarmu-qarshi kelib qolgan chaqda. Valihaza, ya'ni mushu ikkisini o'tirishda valihaza degan qarmu-qarshi kelib qolgan chaqda ikkisini o'tirishda tafovut oshkor bo'ladi degan gapimiz uchun law qala mesela bir odam bir o'zining ayoliga laha degan gap bizning ayoligim nima desa talliqi nafsaki o'zingni taloq qilib olgin desa faqalat u ayol abantu nafsi o'zimni bayn taloq qilib oldim desa bu yaqa'u taloq raj'iyan bu taloq raj'i taloq tushadi. Nima ish qilsa li anna hada chunki bu ayolning abantu nafsi degan so'zi نص لأن هذا نص في الطلاق ظاهر في البينونة لأن هذا نبي قد ديجان أين سوزية يعني أينك طلقي نفسك ديجان سوزية çünkü bu ayının طلقي نفسك ديجان سوزية نص في الطلاق طلاق hakkında nasdır ظاهر في البينونة ya bu هذا نبي ينصره ayak şey sözü yansıtırken bu. Yani hada yani ebentu nefsi diyen sözü. Çünkü biraz bu şu ebentu nefsi diyen sözü yap koyduğumuz bu. Bu ayaldaki ebentu nefsi benim yüzümde bayan kıladım diyen bu sözü talak hakkında nas. Ne için talak hakkında nas buldu dese bu ayal ne için yüzünde bayan kılgan. Limaza ebane nefseha? Limaza ebanet nefseha? Bu ayal ne için yüzü bayan ne kıldı? Bayan talak kıldı dese yeri talaki nefseki diye düşün. Yani ilgili bir sebep bu bunun. Bunun sebebi ilgili yüzünüzde talak kılıveren diğerlik üçün yüzünü bayan kılalıdı. Demek o nasken bu ayağındaki ebentu nefsi diyen sözü talak hakkında ne doğru nasdur. Zahirun fil beynune. Beynune hakkında yani bayan talak kılıçtı zahir. Zahir ebentu nefsi diye ameliyatını mı dedi? Yüzünün bayan talak kıladım dedi. Lakin نمشي ديجان بباين طلاق نمشي لماذا أبانت نفسها هذا؟ لأن زوجها قال له طلقي نفسك. يلي زون طلاق الواقع ديجان ديكتون ديجان ها نص bu ayetteki nas yani asasi maksat asasi mezmun iri diğerliki üçün iri talaqi nefseki diğerliki üçün diğerliki iken zahir üçün ise zahirisi ebentin nefsi diyen gepken hem demek bir yerde nas deydu yani ne üçümen talak racı üçümen deydu salih yani talaqi nefseki salih söz ne deydu zahir deydu ebentin nefsi Allah'ın tuzağı bu ben üzerinde bayan kuladım da dep durdu ikisi karma karşı kep kaldı şunda çağda feyetelecehul amelu bin nassi. Ondan sonra dikin naske amel kılış güç tapıdı. Yani naske amel kılıp talak nemi üçüdü ve de talak reci üçüdü. Talak reci üçüdü, talak nememez, talak baynemez. Bunda inç kimesinde Allah, bu fıkihlik Allah Teala yapmış. Ve kezalike kavluhu aleyhisselam. Şunu dek yani مثل القول السابق في المقابلة بين الظاهر والنص. Xuddi ilgili aldığımızdaki kavldek zahirle nas karşı karşıya kalganda nasga amal qilamiz zahir emas degan shu qoida o'xshash ma'lum Peygamber sallamning ehli Urayna
Ureyneliklerge. Bu Ureyneliklerden kimlerdi sanırım? Yani bu Ureyne diyen bir vadinin ismi, bu Batni Urne diyen Batni Urne. Nerede bu ise bu Erpatk'a yakın bir yerde. Mekke'de Erpatk'a yakın bir yerde Batni Urne diyen bir yer var. Şu yerden bir malum adamla böyle Peygamber Aleyhisselam'ın böyle Müslüman bulup bağan, bunu gelin bulup Medine'de tuğandaki bu Mekke'ninki nem havasıdın Medine'nin kurgak havasına bağandaki bu da künemmey kisallap kalan. Kisallap kalan ki Peygamber Aleyhisselam yani şikayet Peygamber biz kisallap geldik Peygamber Aleyhisselam sila demek ki ben Allah sadakat tügüleri var şu tügülerini yani böyle şu tügülerin süydüklerini ve sütlerini içinla digendeki bunu böyle tügülerin süydük sütlerini içkendikin digendek bu kisalını sallamıza saklaygan. Kisalını bu da saklayıp bulatlam onu kendi her de işini kıldı tügücünü öldürüp tügülerini hem heydep bulap Mekke'ye karab yol alacak da bu haber Peygamber'e yetken Peygamber'e bulan tutup gelip bulan beni gözü gibi mekkaktırıp apta şakıp öldürüp etken olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Hem de muşu kısıda deydim. Ureyneliklerge Peygamber Aleyhisselam uşrubu min ebvaliha ve albaniha. Tügünün süydüklerini üstlerinin içine digen. Muşu hadis nassun fi beyani sebebi şifa. Yani ne için Peygamber Aleyhisselam bunu süydüklerini üstlerinin içine dedi dese çünkü onu kisel idi. Muş kiselden şifa tepki üçün bulağa Peygamber Aleyhisselam içine digen. Maunas. Ve zahirun fi icazeti şurubul bavul. Süydük ise bulu diken o. Süydük ise caizken diken de zahir. İçinla diyen diken süydük ise bulu diken zahir. Ma oldu hem de onun kendin ve kavluhu aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam'ın kavli. Hem de müşahede ki kişisel şifa ulaş diyen bilen caiz, mutlak caiz diyen mu karmı kaç kep kadar azimizmişler. Karmı kaç kep kadar diyen mi kılmaz? Biz nes yani kişisellik üçüncüsü buludu. Mümkün demez. Mutlak caiz demez. Diyen bu hiç emel kılmaz. Bu şunu üzüldü mi emel kılanda? Yine yeni bir edis fahamdı. Yeni bir edis. O edis was kalsa Peygamber Aleyhisselam bir kabrine yeni ödep gidip gelip iki kabrine ki bu iki kabrede kabrine gelerek azap bulup kalıqını görüp Peygamber Aleyhisselam indi bir şaktın bilen ki gelip her bir birini sancıp koyup Peygamber Aleyhisselam diyen ki bu ikisi bu çoğun günah kılmaydı. Çoğun günah kılmaydı. Lakin ma birisi çakımçılık Hakkının gapını, onun gapını, bunun gapını oluyor. Gapi ötketti. Ma yeni birisi bu süydükten saklanmaydı. Şunun için kabir azabı bulap kaldı. Umumen kabir azabı bu kişinin bulap kaldı diken. Da Peygamber dep dedi. Stenzihu minel bavul. Süydükten katı uzanlığını saklanma. Kim bilir ağzı süydük yok selişten, süydüklerini içip selişten, süydüklerini hatta içip selişemez de kim bilir ağzı yok selişten bunu saklanma. Fe inne ammet azabel kabri min çünkü kabir azabındaki köpürerken şu süydükten saklanmalıkın bunu diken de Peygamber Aleyhisselam şunda diken. Hem de mavu kavli nassun fi vücubil ihtirazi anil bavul. Süydükten saklanışının vaciplikte hakkında nasdur. Andağı diken feyetereccahun nassu ala zahir. Andağı diken bu nas ikinci nas yani ikinci nas kalsa yani süydükten saklanışının vaciplikte ibaret olan bu ikinci nas ala zahir. Yani birinci zahirga. Bu ise süydük içinin caizlik hakkındaki zahirga nima galip geldi bu zahirni besip gitti andağı diken fela yahillu şurbul bevli aslan. Andağı diken süydükni asla halal bulmaydı. Hem de bu meselede İmam Azam nimdeydi o? Bu kaydı burca süydük iç asla halal emez. Neydi o? İmam Ebu Yusuf'undaydı o? Dava üçün ise halal. Bu mesele halal emez deydi o? İmam Muhammed Rahimullah nimdeydi o? Süydükni mutlak dava üçün bulandı o? Mutlak ise halal deydi. Hem de bu mahu Hazır Musa'da miyade misal yaptı bu ne? Hem yaptı bunu ki yeni bir misal mümkündür bu. Bu yeni bir yerde mümkündür bu mesela. Mesela Peygamber Aleyhisselam'daki o yeniliklerge tügülerinin sütlerini içinler diyen hadisi khas. Peki Peygamber Aleyhisselam'daki umumen sütükten saklanma. İstenziyu anil bevul. El bevul diyen min kullil bevul. El bevul eliften miyade istigraki. İstenziyu an kullil bevul. Her bir kanda sütükten saklananlar diyen sözü ne am.
Endi mush am söz av xas bo'lgan so'zni amaldan qoldirdi. Nasx. Ma keyin kelgan tarix jihatimi ma qavli keyin kelgan. Istanzu an bo'lgan keyin bo'lgan, animicho baldir bo'lgan. Reynerliklarning vaqasi baldir bo'lgan. Anda olgandan keyin zamon jihatimi keyin kelgani baldir kelgani amaldan qoldirdi. Amaldan qoldirgan degan nima demak amnikimi qat'iy ekanligini, amning qat'iy ekanligini xosni amaldan qoldirganligi haqida uni bayon qildi. Sadr shariat bayon qildi. Anmiyat musannif buni ma nas bilan zohirniki bir-birini g'olib qildigan keltirdi. Va qavluhu alayhisalom endi va shuningdek payg'ambar alayhisalomning qavli ma saqatuhu as-samau fa fihi al-ushr. Osmon sug'agan narsa, osmon sug'agan yerda demek içinde. Osmon sug'agan yerda 10dan biri bor. O'sha degan yana qanday yerda keladi desa, yana yomg'ir yig'ib sug'urgan yer degan. Yomg'ir yig'ib sug'urgan yer degan menga osmon suv degan va nazala minas samai ma'an tahura. Va nazala minas sama. Osmondan biz faqat suvni tushirdik-da, o'stan daryolardan suv o'tkazimi o'xshash. Osmon tushgan o'xshash. Yebiyat yomg'ir yomg'ir yoqqan yig'indi yerlarni taydigan odamligimi o'sha keladi. Shuningdek daryolardan sug'urganlarimiz o'sha keladi. Faqat qanday o'sha aytsa quduqdan tortib, shuni quduqdan tortib mana pul to'lab, tok pul to'lab motorlar orqali sug'urgan yerlar qolsa buni o'sha kelmaydi. Ammo osmondan yomg'irdan sug'urgan daryolar bilan, o'stanlar bilan sug'urganlar qolsa buni o'sha keladi. Endi Peygamber sallallohu alayhi qavli nasun fi bayan o'shuni bayon qilish haqida bir nastur, nas. Va qavluhu alayhi Peygamber sallallohu qavli laysa fil khudrawati sadaqa. Khudrawati ko'p tatlarda sadaqa yo'q degan qavli muavvalun fi nafil ushr. O'shuni nafi qilishda nima ta'wil qilinmoqchidir. Endi chunki sadaqa degan, deanda sadaqata, chunki sadaqa degan tahtamilu wujuhan. Bir qancha yo'lni ehtimol keltirdi. Nafl sadaqat masalan. Nafl sadaqat, farz sadaqat, zakat masalan. Bunda ehtimoli bor endi. Payg'ambar sallallohu xuzravatda sadaqa yo'q degani nafl sadaqa bo'lsin bo'ladi degan bo'lishi mumkin. Zakat yo'q degan bo'lishi mumkin. O'sha yo'lda qilish mumkin. Ta'vilni, nima so'va ta'vilga ehtimoli bor. Unda bo'lgandan keyin endi bu birinchi qavli nima? Nas. Chiqib daryo suvi bilan yoki yomg'ir suvi bilan sug'organ bo'lsa, buni o'sha keladi dedimi? Ma'u muavval endi لأن الصدقة تحتمل وجوها فيترجح الأول. عندما قال لكن فيترجح الأول على الثاني. برنج الناس يمغر سوي أسمان سوي لان سوا قال لك أصلا هم ده وش بعد كان الناس خضروات كل تطلع صدقات يوق يعني زكاة يوق دكان ما تعويل قلنا. çünkü biz bunu تعويل قلنا مؤول دكان يعني زكاة تعويل قلنا ده. لما وش الجا خضروات تا زكاة صدقة يوق دكان يعني وش يوق دكان بولده تعويل بلان. O'sha yo'q degan bo'ladi ta'vil bilan. Unda olgandan keyin bu muavval bo'lgan ma'u zohir nimaga beshligi nasga qarama-qarshi kelib qoldi. Unda olgandan keyin nas birinchi nas, ma ikkinchi zohirga muavval bo'lgan zohirga nima g'olib keladi, besib ketadi. Va ammal mufassaru amma mufassar degan nima desa فهو ما ظهر المراد به مفسر deganimiz bunun bo'lgan bu so'z bilan bo'lgan murad min al-lafz yani bu lafzdan bo'lgan murad bi bayanin min qibal al-mutakallim mutakallim tarafidan bo'lgan bir bayon bilan oshkor bo'lgan. Mufassir degan qanday so'z desa bir so'z bor. Bu so'z zohir, nas. Andikin buniki nimaga ehtimoli bor? Taxsis yoki ta'vilga ehtimoli bor. Lekin mutakallim tarafdan bo'lgan bir bayon bilan bununki ta'vildan taxsisga qatnimiz qolmagan, ehtimoli qolmagan. Shunda so'z nima bo'ladi? Mufassirda bo'ladi. Bihaysu la yabqa ma'ahu ihtimalu ta'vili va taxsis. Unulan billah ta'vildan taxsisning ehtimoli qolmaydigan darajada. Misaluhu mufassirning misali fi qawlihi ta'ala Allah ta'alaning qawlida masalan fastajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikalarning hammasi bir yo'lama sajda qildi degan oyatda fa ismul malaikati bu yerda malaika degan ism nima? Zohir. Ismi zohir. Allah Teala bunun için degan desa iblis sajda qilib Allah Teala Adem Aleyhisselam'ni yaratib Adem Aleyhisselamga sajda qilinglar degan chaqda farishtalarni sajda qilgan. Allah Teala'ningki amri uchun amriga bo'ysunish uchun farishtalar sajda qilgan ma'nas. Endi farishtalar sajda qildi degan
Feriştelerin secde kılganlığı zahir. Fil umum. Umumda zahir. Yani hemmisinin secde kılganlığı. Kulluhum ecmaun diyen kâmisi bu. Hemmi secde kılı diyen mani çıkıdı o. Lakin zahir boğan diyen illa enne ihtimalet taksis. İlla enne diyen lakin bırak ihtimalet taksis. Bu am boğan diyen amının haslı ihtimallık var. Kullu am ma min amin illa yuhaslidu. Lakin ma min amin illa fihi ihtimalet taksis. Am diyen amiste haslı ihtimallık var. Demek maşu amının vücudu bu. Feriştelerin hemmisi bes bir kısmı secde kılan tahid diyen ihtimal bulakta ihtimallık var. Hem de nemiş kadar ihtimallık var çünkü Kur'an-ı Kerim'de mesela Meryem Aleyhisselam o fenadetul melaike fekaletul melaike dediyse tefsir şunasında tefsir kıldı. Meryem Aleyhisselam'a Cibril Aleyhisselam mundak dedi. Cibril mundak dedi. Melaike diyeni Cibril de karşı var. Yüzü am lakin manisi khas. Mesela yani bu ayetin innen nase kad cema'u lekum deb. İnnen nase kad cema'u lekum diye ayette bu açık nasın bir adam murad eşadı. Bir adam bunda dedi. Yani bir adam kilipsle mumilaga ne mi dedi? Nas yani Kureyş müşrikler sizlerge kattı karşı kuşun toplavatı dedi. Dep kukat kısaldı. Diyen ya da bu açık bir adam yani Es-Sakafi dediğim bir adam ki Mesut ismi çıkardı Allahu alem. Şu adamın yüzü bir adam murad. Nas diyenden bir adam murad. Demek murad ihtimallık var. Hem de bu şeydeki melaike diyenden bir kısım melaikeler bulaştı. Allah var ya bir melaike birkaç melaike. Lakin aşı ihtimallığının adını için kulluhum ecmaîn Allah Teala yüzü bayan tepedi. Bu şunu da batıldı müfessir. Kulluhum diyen gaplar ne? Fensedde babu taksis. Bu şu melaike diyen amniki hasın dışının babı Allah Teala'nın kulluhum diyen kavle itildi. Hemmisi secde kıldı diyenler buldu. Sümme bakiye ihtimalı tefrikan dikin secdede hemmisi secde kıptırası dikin hem de hemmisi bir yola bir vakit secde kılmayın. Belki aldı kendini secde kılmayı mümkün diye ihtimallar kaptı. Fensedde babu tevil. Bu tevilin babı bu ihtimallar tevilde batıldı. Aldı kendini secde kılmayı diyen bu tevil. Tevilin babı bir kavli ecma'un. Ama biliyorlar mı diyen sizler bu tevilin babı itildi. Şunu olan bu şu müfessir de batıldı. Kat'i hüküm. Ve fi şer'iyyat hem şer'iyyat yani yani şer'iyyat yani fi şer'iyyat ki yani fi şer'iyyatın nas yani kişiler şeriat kimdi? Kişilerdeki ağzını çıkan sözlerge hüküm verildiğin meseleler gibi. Bu musu beş kimesini mi şer'iyat ayna? Böyle şer'i nusus de bağırılığına. Nas'taki şer'iler. Yani birisi kişilerin öz ağızdaki muamelatlardaki şeriat hükümlerini sabit bulduğun hükümler gibi. Ya da kâle mesela nikah münakaha işlerde mesela bir adam tezevvectu fulanen şehran ben falanı kanka bir aylık evlendim bir kadar. Tezevvectu fulaneten şehran bir kadar ben falanı kan ne bir kadar diye mesela bir aşağı dirhem mesela 10 dirhemge bir aylık aldım bir ay aldım diyen bolsa fakavluhu bu adamdaki tezevvectu diyen sözü zahirun fin nikah ama nikahı kaldım diyen sözü zahir illa enne diye bir lakin de ben savun illa enne de kes lakin ihtimalel mut'ati kaim bir adamda tezevvectu diyen bir gap mutlak gap bo'lgandiki nikah aldım diyen bu nikah sünnet bu nikah aldım diyen gap mu ya ki nikah mut'a aldım demekçi mi oyunda vakti nikah aldım demekçi mi ve nikah mut'anın ihtimali kaim fe bi kavlihi şehran bu adamın şehran bir ay aldım diyen kavlulen fesseral murade bihi aşu mütekellim üzerinin muradını şu tezevvectu diyen gap bilen ki muradını tefsir kıpadi muşin de batıldı o müfessir de batıldı fakulna bunu bilen deyimiz ki haza yani muşu yani bu adamın tezevvectu şehran diyen kavli mut'adur nikahı mut'ayna vaktlik nikahdır vaktlik menfaatini veriş nikahıdır ve leyse bir nikah emez bu vaktlik menfaatini iştir nikah emezdir Allah yecuz eğer cemaat kamusu zina olur velev kâle ve eğer bir adam da diyor fulanın aleyhi elfun falan akının benim geldiğimde
min ve min semeni hadal abd maqunun fulustin ev min semeni hadal mata ya mamalının fulustin de ihra qilgan bo'lsa bir odam fa qawlu bu odamning alayhi alfun degan qavli nassun fi luzumi alf min aş minninki lazım bo'lishi nastur illa anna biroq ihtimalat tefsir baq bunun bir tefsir qilinish ihtimoli baqidir fa bi qawlihi min semeni hadal abd bu min nima haqidagi mingda bo'lamdi bu deb uqamay qolgan gap uniki min semeni hadal abd maqulun fulustin yoki min semeni hadal mata bu malning fulustin degan gapi bayyanal murad bihi bu qavl bilan ashu ming degan gapidagi muradni bayon qilib berdi andag'ini fayatarajjahul mufassaru ala nas amma adam da hozir mufassar nasga mufassar nasib isib ketadi mufassar hozir yerda mufassar bilan nas qarama qarshi kelib qoladi qanday desa hatta la yalzamuhu al-malu illa 'inda qabd al-'abd aw al-mata' yani hatta fayatafarra'u min hada yani mush gapdan shaxlanib chiqadigan hukm shuki yana mush ixro qilgan odam bu molni faqat shu qulni quliga olgan chog'da yoki shu molni quliga olgan chog'da ham molni berish lozim keladi asli madem iqrosi falani alayhi alfun degandan keyin iqro qilgan bo'ldi faloniki meniki gardimda 1000 pul bor degandan keyin shu hamon buni gardiga shu faloniga 1000 pul berish lozim keladi lekin min samani hadal abd degandan keyin mufassal maqulun fulustin degandan keyin ham ha andag'anda maqulning yoki mamalning fulusiga deb mushu qul yoki mushu mal shu qarshi tarafniki quliga o'tgan bo'lsa pul berish lozim keladi ammo iqro qiluvchining quliga o'tmagan bo'lsa mushu qul yoki mushu mal iqro muqirning quliga o'tmagan bo'lsa nima pulni berish lozim kelmaydi demak men mufassir bilan nasl muqarrab qarshi kelib qoldi mufassir o'sib ketdi ve kavluhu emde bir adamniki li fulanin aleyye elfun falanın bunu geldiğinde min va degan kavli zahirun fil ikrar ikrarda zahirdir nasun fi nakdil beled şu şehirniki nakfulusda nasdur fe iza kâle min nakdi beledin keda eğer o adam munda şehrin fulustin dese yetereccahul mufassaru alen nas bu mufassar nasib isip ketidir yani bir de falanın bunu geldiğinde min va dese bu gaptin zahir manasida fil iqrar zahirun fil iqrar yani iqrar qiluvchi haqida zahir ming ekan ming fulus bo'lgan zahir lekin fi naqdil balad shu shaharning fulusida shu atuvotgan shaharning fulusida nas bo'ladi nas keltirgan bo'ladi endi agar bu odam qayda qala min naqdi baladin kaza munda shaharning fulusida bilak muayyan bir shaharni tilgan bo'lsa shu chog'da yetarli mufassal alan nas yana mufassal nasni besib ketadi yani şu şehrin pulusu emas belki tilga ilingan ma'lum şehrin pulusu hüküm kılınadı. Fala yalzamuhu naqdul balad. Onunga şu şehrin pulusu lazım gelmeydi belki beledin kaza degan ma'lum tilga ilingan şehrin pulusu lazım kılınadı. Ve ala hada nazairuhu. Yani mufassirniki misalları, okşaşları hemmesi bu şu kaide bu çıkıyor. Ve amma muhkem. Muhkem deganimiz nima? Muhkem deganimiz فهو ما ازداد قوة على المفسر مفسرden küçü mufessirden ziyaderak boğuna bihaythu la yajuzu khilafuhu yani şu derecedeki muhkemning hukmiga xilaf qilish qat'iy joiz bo'lmaydi aslo joiz bo'lmaydi nima qanday joiz bo'lmaydigan gap endi unda demakchi o'g'li unda da mufassirga xilaf qilish joizmi desa uningmi joiz bo'lmaydi lekin bunda demakchi o'g'li buning hukmi qat'iy almashmaydi muhkem dedik mi bu mensih kılınmaydı. Tebdidi almışmaydı. Ama müfessirin hükmü mensih kılınışı ihtimali var. Almış ihtimali var. Hem de demek muhkem iki kıl bulundu. Böyle muhkem li aynihi. Ne bileyim muhkem li gayrihi. Muhkem li aynihi diyen ne mesela Allah Teala'nın ayet sıfat ayetleri mesela. Buna kattin ma muhkem li aynihi. Hem muhkem li gayrihi diyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyada gitkendiğinden keyin emelden kaldırılmayan hükümlerin hamısının buludu. Muhkem li gayrihi buludu. Peygamber sallallahu dünyaya gitkendiğinden keyin unki yanından bir şeriatni emelden kaldırılmayan hiç kandadım yok. İş yok. Ondan keyin bu muhkem li gayrihi buludu.
Ama mesela bizge muhkemli aynihi misal keltirdi ki innallaha bi kulli şeyin alim. Allah Teala bunun misali Kur'an-ı Kerim'deki Allah her şeyin bilgisidir degan kavli bütün Allah Teala'nın hem narsini avval ahirgi bo'lgan hamma narsani mustahil, mumkin, vajibat bo'lgan hamma narsani biladiganligini o'lchab oladi. Bundan hech qanday bir narsa tashqari bo'lmaydi, amaldan qoldirmaydi. İnnallâhe lâ yazlimun nâse şey Allah Teala hech kimga misqolchilik zulm qilmaydi. Hech qanday bir narsa qilmaydi degan oyat. Bu nima muhkam. Bu amaldan qoldirilmaydi, almashmaydi bu. Ve fil hukmiyat endi bunda kishilarniki muomalatdagi kishilarning hukmiyat degan bir hukmin narsa degan. Kishilarning yig'in chiqqan gaplar bilan shariatga hukm qiladigan masalalarda, muomalat masalalarida ma qulna fil iqrar biz yuqorida iqrorda dedik-ku innehu li fulanin alayya alfun min thamani hadal abd degan bo'lsa fa inna hadal lafz muhkamun fi luzumihi badalan anhu ve ala hada nazairuhu. Endi bu yerda faqat ilgirki masala o'xshamaydigan faqat bir masala innehu degan so'z ziyodlaydi. Bu yerda innehu degan ta'kid nima dedi? Bu yerda mufassal, mujmal, muhkam degan mufassalning kuchi ziyod bo'lgan narsa dedimi? Anladın mı? İnne ta'kid ziyade mi? Normalde gapni kuchlantirdim yani. Gapni kuchlantirgandan nimaning alomati kuchlantirganligini qasam bilan yak mesela. Vallahi lazim debdi mesela. Demek bu men gapni yanmayman degan gapni bildirdi. İnnehu li fulanin alayya şüphesiz ki falan axunning mening gadinimda min zamani min riyal fulusi va min zamani hadal abd maqnun fulusdan degan bo'lsa, yani innehu ta'kid innehu degan bo'lsa nima bo'ladi? Mufassal. İnnehu degan bo'lsa nima bo'ladi? Muhkam. Lekin ikkisiniki muhkamatlarda yani muomalatlarda, munokahatlarda asosiy mujmal bilan nima? Mufassal bilan muhkam nimasi yo'q, farqi yo'q. Fa inna hada lafz bu lafz muhkamdir. Nimada fi luzumihi. Mingni to'lashning lozimligi muhkamdir. Badalan anhu ash qulning badali, qulning minal bo'lishlar. Va ala haza nazairuhu. Yani mushu muhkamning o'xshashlari hammasi mushu qoida bo'yicha bo'ladi. Endi va hukmul mufassal vel muhkam. Mufassal ve muhkamning hukmi luzumul amali bihi ma la mahalata. Mushu mufassal ve muhkamga qat'iy shaklda amal qilishdir. Bu qat'iy buniki nima qilish mufassal muhkamlarga qat'iy shaklda amal qilinadi. Bu amal muhkam bo'lsa amaldan qoldirilmaydi, mansub qilinmaydi. Mufassalar va Payg'ambar alayhisolamning shariat hukmlariga bo'lgan mufassalar Payg'ambar alayhisolam fatvo bo'lgandan keyin hammasi nimaga aylanadi? Muhkamga aylanadi. Ve ahiru davana alhamdulillahi rabbil alamin.